Assalomu alaykum Prezident maktabiga tayyorlanayotgan aziz yoshlar. Hozirgi kunda Prezident maktabiga tayyorlanuvchi yoshlar orasida raqobat juda ham oshib bormoqda. Shu sababli ham sizlarga yordam berish uchun Blue Prep jamoasi o'zining Prezident maktabiga tayyorlov bepul kurslariga start bermoqda. Bu kurs davomida men Prezident maktabi imtihonlarining ingliz tili qismida savollarga qanday qilib to'g'ri, oson va tez javob berish usullarini o'rgatib boraman. Bugungi birinchi darsimiz asosan Prezident maktabining ingliz tili imtihonida qanday turdagi savollar tushishi haqida bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdik. Prezident maktabiga kirishdagi ingliz tili imtihoni aslida sizdan nimalarni sinovdan o'tkazishini bilasizmi? Albatta birinchi navbatda sizdan o'qish ko'nikmangizni, sizning reading comprehensioningizni sinovdan o'tkazadi. Bu qanday bo'ladi? Sizga kichik tekst, kichik matn beriladi va u matndan siz pastda berilgan savollarga to'g'ri javob topishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa albatta mantiq, ya'ni logika. Siz logikangizni ishlatgan holda noto'g'ri javoblarga chalg'imasdan to'g'ri javoblarni topishingiz lozim bo'ladi. Uchinchisi esa lug'at boyligi. Albatta yangi tilni o'rganayotganda lug'at boyligi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xuddi shunday ingliz tili imtihonida ham siz sizning lug'at boyligingiz juda ham ko'p bo'lmasa, ba'zi savollarni topishga qiynalishingiz mumkin. To'rtinchisi esa albatta grammatika. Yangi tilni o'rganayotganda uning grammatikasini o'rganish ham juda muhim, chunki biz grammatikani har doim ishlatamiz. Yozishda, o'qishda, tinglashda, hamma joyda grammatika kerak bo'ladi. Prezident maktabi imtihonlari 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich matematika. Matematikadan 30 ta test bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa ingliz tilidan 40 ta test, tanqidiy fikrlash va mantiqiy masalalardan esa 40 ta test bo'ladi. Albatta ingliz tili qismiga to'xtaladigan bo'lsak, ingliz tili qismida boya aytib o'tganimdek o'qib tushunish, ya'ni reading comprehension, grammatika, grammar va so'z boyligi, vocabulary tekshiriladi. Keling bularning har biriga birma-bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'qib tushunish, ya'ni reading comprehension. Reading comprehensionda quyidagi turdagi savollar bo'ladi. Ya'ni please do not climb on the castle ruins. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, iltimos qasr qoldiqlariga tirmashib chiqmang degan ma'noda kelmoqda. Where can you see this? Ya'ni buni siz qayerda ko'rishingiz mumkin? A javobda aytilyaptiki in a cafe, ya'ni kafeda. Albatta bu javob noto'g'ri. B javobga to'xtaladigan bo'lsak in a bank, ya'ni bankda. Bu javob ham albatta noto'g'ri, chunki siz bankda qasr qoldiqlarini ko'rmaysiz. C javobda esa in a park, ya'ni parkda. Siz parkda aylanib yurganingizda u yerda kichkina qasrlarning maketlarini ko'rishingiz mumkin va u yerda siz yana bu qasrlarga tegmang yoki tirmashib chiqmang degan belgilarni ko'rishingiz mumkin. Albatta shuning uchun ham to'g'ri javobimiz bu yerda C bo'ladi. Keyingi savol turlaridan biriga to'xtaladigan bo'lsak, albatta bu grammar, ya'ni grammatika. Bu yerda grammatikada xuddi shu turdagi savollar Prezident maktabining ingliz tili imtihonida tushadi. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki he uchta passivcha to school yesterday, ya'ni u kecha maktabga bordi degan so'z, javob variantlarida esa bordi degan so'zni 3 xil turdagisi kelmoqda. A va B javobdagisi hozirgi zamonda kelyapti. Bizda signal so'zimiz bu yerda yesterday, ya'ni kecha bo'lganligi uchun ham go fe'lini, ya'ni bormoq fe'lini o'tgan zamon shaklini ishlatishimiz kerak. C javobda went, ya'ni u kecha maktabga borgan edi degan ma'no kelib chiqadi agar C javobni ishlatadigan bo'lsak. Shu bois ham bu yerda to'g'ri javobimiz C bo'ladi. Keyingi va oxirgi savol turiga to'xtaladigan bo'lsak, bu so'z boyligi, ya'ni vocabulary. Siz Prezident maktabining ingliz tili imtihoniga tayyorlanayotganingizda albatta sizning so'z boyligingiz juda ham yuqori bo'lishi kerak. Bu savolga to'xtaladigan bo'lsak, this is yellow, ya'ni bu sariq, made from milk, ya'ni sutdan tayyorlangan, and you put it on bread, ya'ni siz uni nonga surta olasiz degan ma'no kelib chiqadi. What is it? Ya'ni u nima degan savol berilmoqda. Agar siz faqatgina this is yellow degan so'zlarnigina tarjimasini biladigan bo'lsangiz, siz bu yerda C javobni belgilab qo'yishingiz ham mumkin. Agar siz this is yellow made from milk, ya'ni sutdan tayyorlangan sariq narsa degan joyigacha tarjima qila oladigan bo'lsangiz, siz A javobni belgilab qo'yishingiz mumkin. Agar siz oxirigacha to'liq tarjima qiladigan bo'lsangiz, bu sariq, sutdan tayyorlangan va siz uni nonga surtasiz degan ma'no keltirib chiqara olsangiz, siz albatta bu yerda B javob, ya'ni sariyog' variantini tanlaysiz va u javob to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ham so'z boyligi juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Endi Prezident maktabining ingliz tili imtihoniga qanday tayyorlanish kerak? Albatta siz har kuni 2 soat dars qilishingiz lozim. Chunki siz qancha ko'p dars qilsangiz, siz o'z tengdoshlaringizdan
yuqoriroq ball olish ehtimolingiz ko'proq bo'ladi va siz ko'proq ularga qaraganda ko'proq narsa o'rganasiz. Ikkinchisi esa inglizcha hikoyalarni tez-tez o'qib turing. Inglizcha hikoyalarni o'qish sizga reading comprehension, ya'ni o'qib tushunish qobiliyatingizni rivojlantiradi va bu orqali siz kichik matnlarni o'qiyotganda qiynalmasdan o'qiysiz va ularni tarjimasini oson tushunib olasiz. Uchinchisi esa har kuni 10 ta yangi so'z yodlang. Bu orqali siz vocabulary, ya'ni so'z boyligingizni juda ham yuqori darajada oshirib olasiz va siz kichik matnlarni o'qiyotganda ularni qiynalmasdan oson tarjima qilasiz va savollarga to'g'ri javob berish ehtimolingiz juda ham yuqori bo'ladi. Albatta siz ingliz tilida yozilgan kichik hikoyalarni izlayotgan yoki har kuni yangi so'z yodlashni xohlayotgan bo'lsangiz, albatta siz bizning Telegram kanalimizga ulanib oling. Telegram kanalimizning linkini описаниеdan topishingiz mumkin. Blue Prep Academy va o'zimga to'xtaladigan bo'lsak, men Prezident maktabiga 3-o'rinda qabul qilinganman. Hozirda Westminster xalqaro universitetining 2-bosqich talabasiman. Yutuqlarimga to'xtaladigan bo'lsak, IELTS imtihonidan 7 ballni qo'lga kiritganman va MIT universitetining LaunchX programmasining 100% grant sohibiman. 2025-yilning yozida ushbu programmada onlayn tahsil olganman. Blue Prep Academy'ning asosiy maqsadi Prezident maktabi bitiruvchilari Prezident maktabiga kirish istagida bo'lgan yoshlarni Prezident maktabiga tayyorlashadi va ularga yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Bizning asosiy maqsadimiz ham shundan iborat. Keling, darsni tugatishdan avval sizlar bilan kichik kviz uyushtirsak. Bu kvizda siz 3 ta savolni ko'rishingiz mumkin va uchala savol ham bugun o'tilgan savol turlariga oid. Va bu savollarni siz videoni pauza qilish orqali ishlashingiz va javoblaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Albatta, darsimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.